27-avgust kuni para suzish sport turi bo'yicha O'zbekiston sharafini faqat Shohsanam Toshpo'latova himoya qildi. Hamyurtimiz 400 metrga erkin usulda suzish yo'nalishida saralash bosqichidan a'lo darajada o'tdi. Boshidanoq energiyani behuda sarf qilmasdan yarim masofani 5-bo'lib suzib o'tgan sportchimiz oxirga yaqin tezlikni oshirdi va maraga 4 daqiqa 43,98 soniya vaqt ko'rsatkichi bilan 2-bo'lib suzib keldi. Faqat kuchlilar to'plangan finalda Yaponiya, AQSh, Irlandiya, Ispaniya, Avstraliya, Ukraina va Italiya kabi mamlakatlarning vakillari ishtirok etishdi. 24 yoshli sportchimiz boshlanishiga 3-bo'lib kelayotgan edi. Ammo keyinchalik avstraliyalik qizni oldinga o'tkazib, afsuski pog'onasiga qayta olmadi. 4 daqiqa 36,65 soniya natija bilan Shohsanam 4-ko'rsatkichni qayd etdi. Tabiiyki, uni bu holatda ko'rib, u bilan gaplasha olmadik. Ammo kumush medalni qo'lga kiritgan italiyalik Carlotta Gilli biz bilan o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men juda xursandman. Bu mening eng yaxshi ko'rsatkichim emasligiga qaramasdan, bu sport turi bilan shug'ullanishni bir necha yil oldin boshlaganman. Agar kimdir o'shanda menga Paralimpiya o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritishimni aytganida, men yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas deb javob berardim. Ammo men shu yerdaman va g'alaba qozondim. Juda baxtliman. Bilaman, mening toifamdagi barcha sportchilar juda kuchli. Bugun hammamiz qo'limizdan kelganini qildik va bor kuchimizni namoyish etdik. Bu Paralimpiyada. Bu yerda har narsa bo'lishi mumkin. Bu yo'nalishda ukrainalik Anna Stitsenko 4 daqiqa 23,92 soniya natija bilan g'olib bo'ldi. Para suzish bo'yicha musobaqalarning 3-kuni o'z yakuniga yetdi. Shohsanam medalni qo'lga kirita olmadi, lekin bu xafa bo'lish uchun sabab emas, chunki oldinda uni hali 3 ta yo'nalish bo'yicha musobaqalar kutmoqda. 29-avgust kuni bu erkin usulda 50 metrga teng masofa, 30-avgust kuni kompleks usulida 200 metrlik masofa hamda 1-sentyabr kuni bras usulida 100 metrga masofa. Biz Shohsanamni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Telekanalimizdan uzoqlashmang va Paralimpiada musobaqalarini kuzatishda davom eting.